دار سلام فتحت بابا ريانا ريان زفت أخلاق صدقات نبت الغرس جنان. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun muborak Ramazon oyining 28-kuni. Mana Ramazon oyi ham oxirlab qoldi. Yo ertaga yo indinga Hayit bayrami. Va biz Saxovatli qo'llar xayriya jamoasi sifatida har yil bo'lgani kabi bu yil ham Ramazonning barokati nomi ostida sizlardan kelgan zakotlarni to'plab turib shu ehtiyoj egalariga, yetimlarga, faqirlarga ulashib kelmoqdamiz. Ya'ni bir bayram oldi ulashib ularga bir bayram sevinchini bir qalblariga kirgizishlik maqsadida va ayni shaklda ayni damda ham g'azo sektorida ham sizlardan kelgan zakotlarni iftorlik bo'lsin va fitr zakotlari bo'lsin ularni o'z egalariga, ehtiyoj egalariga tarqatishlari bo'lib o'tyapti. Alloh taolo o'zi barchamizdan qabul qilsin. Alloh taolo o'zi mana bu oyda qilgan solih amallarimizni, tutgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin va yana ko'plagan Ramazon bayramlarini, Ramazon oylarini ezgu amal ustida qarshi olishimizni Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin va kirib kelayotgan Ramazon hayit bayrami sizu bizga barchamizga muborak bo'lsin. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, mana bugun muborak Ramazon oyining 29-kuni Saxovatli qo'llar xayriya jamoasi sifatida hozir sizlardan kelgan shu zakotlarni tarqatishga davom etyapmiz. Hozir bir chodir markaziga kelgandik. Bu yerda shu 70 tacha oila bor edi. Va lekin tashqarida bir yomg'irli havo bo'lgani uchun endi shu chodirning ichida hozir bu omonatlarni yetkazamiz. Ovoz kelayotgan bo'lishi mumkin. Tashqarida juda ham yomg'ir yog'yapti. Kelgunimizcha hamma joy suv bo'lib, ichimizgacha suv o'tib ketdi. Alloh taolo barchamizdan qabul qilsin. Yalla o'zi yabala. Ramazonning barokati mana maşallah. Yomg'irlar ham yog'ib, Allohumma barik. Alloh taolo o'zi xayrli barakatli qilsin. Va kirib kelayotgan hayit bayrami, Ramazon hayit bayrami siz bizga barchamizga muborak bo'lsin. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. Birodarlar, yana o'ylamaylar, bular o'zini haligi shunday bir fidokor ko'rsatish uchun yomg'irdan tagida suv kechib yuribdi turib. Lekin holat shuni taqozo qilyapti-da, bizga ham haligi ruscha aytganda pakayf emas, yomg'ir tagida yurishdik. O'zim ham uyalib ketyapman, xuddiki bir kameraga o'zimizni bir haligi qahramon qilib ko'rsatish uchun yomg'ir kechib, suv kechib yuribmiz turib. Lekin endi bir zontiga olmaymiz, havoni bir hisobga olmagan ekanmiz. Shu zakotlarni, fitr zakotlarini tarqatyapmiz. Endi majbur bo'lganimiz uchun shunaqa holat bo'ldi. Shunda ham bir ko'rinib qo'yaylik-da, yana noto'g'ri tushunib rol o'ynashyapti u bu degan tushuncha bo'lib qolmasin. Aytib qo'yadiganimni.